Burun to'siq qiyshiqligi va burun ochuvchi dorilardan foydalanadigan bemorlarda kuzatiladigan shikoyatlar. Birinchisi burundan yaxshi nafas ololmaslik, ikkinchisi tez-tez bosh og'rig'i, uchinchisi tez-tez tomoqdan og'riq shikoyat qilib kelishadi. Hozirgi bemorimizda burun to'sig'i qiyshiqligi aniqlangan va burun ochuvchi dorilardan uzoq yillar davomida foydalanib kelgan. Rejalashtirgan operatsiyamiz septokomoplastika operatsiyasi. Chap tomon ko'rganimizda keskin burun to'siq qiyshiqligi aniqlandi. Uni ichki tarafga qarab ketgan. Shuni to'g'rilashga harakat qilamiz. Hozir operatsiyamizni tugatdik. Mana esingizda bo'lgani chap tomonga qiyshiq edi. Kiraverishda burun to'sig'ini to'g'rilab qo'ydik. Burun yo'llari ravon ochildi, oshxonalar qisqardi. Bunda bemorimiz maza qilib nafas oladi va burun ochish dorilardan butkul qutuladi.